Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugungi bitta katta naborimiz. Ichida 5 ta pichoq, bitta chopqi va bitta boltasi bor va nusati ham bor. Xo'p. Pichoqlarimiz eng katta razmeri 25 sm, soplari chorniy graf. Oldlariga babit quyilgan, juda keskir. Ana aytgan yozuvlarni yozib berganmiz. Xo'p, ichida ikkinchi pichog'i. Buni ham razmeri 22 sm, chorniy graf. Buni ham orqasiga xuddi shunaqa yozuvi. Terlaydigan pichog'imiz juda ham chiroyli ishlangan. Zanglamaydigan materialdan hammasi. Eng chiroylisi kichkina pichoq 13 sm-lik kichkina pichog'imiz va yana bitta 17 sm-lik pichog'imiz. Bu yerda chopqi tagiga yozuvlarni yozib berganmiz. Chiroyli qilib minoralarini tushirib, bolta 2 kilodan oshiq bolta. Suvakka qaytmaydigan, o'ta ham baquvvat ishlangan bolta. Ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib bo'lgan, o'ta ham chiroyli bo'lgan nabor. Buni so'mkasiga solinganda mana bu holatda bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Zo'r qilib, asal qilib, go'zal qilib beramiz. Chetga chiqadiganlarga dokumentlarini ham qilib beramiz.